Julian sırrını aşkarlamay desem, üzerinden başka hiç kimge etme. Siz özünüzün başkalarının ağzıda ne çıkıl obrazınızdan barlığını, ne çıkıl tipinizden barlığını oylap mı yetemeysiz. Başkalar özünün şu kiçikini menfaati, özünün bir köngül hoşluğun sizni qandaq təsəvvürlər bilan, qandaq tillar bilan təsvirləb birdiganlığını biz herkesin bilmeyiz. Bulupmu şu sizin tunuşlarınız, ulanın ağzını başkurup başkuranmaysiz. Duma doğuyundaki pinglün şalını başkurup boğulunmağındaki bir iş. Hem şu ulağa biz yüzümüzde bir düşendirişimizin bu kılçı bir ornu yok. Her kim öz menfaati, öz köngül hoşluk için her xil işlerini kıldığı deydi. Belki şu ekranı aldık siz mu, men mu, burun şunda işlerini kıpsağın buluşumuz mümkün. Bu bir insan tabiatındaki acizlik hemimizde var. Sizge işenmeydigan, sizge düşenmeydiganlarga siz özünüzni qancha işendirip, qancha üşendirgansiri, ular shuncha gumonliqdek his qildi. Siz shuncha işenmeydi, shuncha putaq tapidi gaplaringizdan. Shuning uchun o'zingizning ko'ngil sirlarini faqat xotiringizga yozing. Julian sirrini oshkorlamay desang, o'zingdan boshqa hech kimga aytma, hech kimga dema deysiz. Siz shu o'zingiz yaqin ko'rgan shu yaqinlaringizga hech kimga dema gapni debbergan shu gapingizni umu ikkinchi birisiga ma gapni hech kimga demajimi ashtab deganti deb turib tadbirdi. O'zing saqlayanmagan siringni kishi qandoq saqlay olsin? Shundaymi? Ko'nglingizdagi har tugunlarning javobini kitoblardan izlang, aqillarning leksiyalaridan izlang. Chunki siz uchirgan shu qiyinchilik, shu ko'ngilsizliklarga yolg'iz sizlar uchirmadingiz. Hamma odamga uchraydigan ko'ngilsizliklar asosan o'xshash. Ya'ni sizdan burunqilar bu ko'ngilsizliklarga uchrab, buni qanday hal qilish, qanday o'tkazib o'tish to'g'risida burun tecrübege yok boğan. Endi şular qandaq ötüpdike bu qiyinchilikdan deb şulardan biz örnek alsak oldu. Sizchilikmi tecrübesi yok, yeni birisi deb bersangiz, şu qandaq olmoqchi. Bir kitobni bir yozuvchi 5 yil, 10 yil, 15 yil vaqt sarf qilib o'zining shu hayot tajribasi, bilimlari shular bilan yozadi. Endi biz buni bir 2 ay vaqt sarf qilib o'qib buni bilib olsak, bu cho'ng bir mo'lusul hisoblanadi. Xalqning 5-10 yillik tajribasini bir shikoyatlar biz asosatiga ega bo'ldik degan gap. Undaqda Suvbuyda nomli asardagi Chavgayni kim qasildi? Bu yerdagi Chavgayning sirliq o'limining yeshimini tafsilotini men 20 minutlik bir qisqa film qilib ostidagi ulanmaga akirib qo'ydim. Yoqtiradigan do'stlar ozgina 1 kun 3 ming pulga setib olib anglasanglar bo'ladi va bundan boshqa har xil donliq mazmun yaxshi ham ba'zi arzon bo'lgan kitoblar lozim bo'lsa, meni qo'shib olishni unutib qolmanglar. Chu kirib izlasanglar har xil kitoblarim bor.